ko'p ishlarda Hazratimiz peshqadam bo'lganlarini bilamiz. Hattoki vafotlaridan keyin ham ortlaridan amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ham peshqadamlar desak bo'ladi. Xususan o'zimiz yurtimizda mana rahbarimiz tomonlaridan e'tirof qilib nomlarida masjidlar qurilishi, e'zozlanishi, hozirgi kunda mana xalqimiz bilan birgalikda u kishini meroslariga xizmat qilishga birga shay bo'lib turganimiz va boshqa ko'p narsalarni aytishimiz mumkin. Safar asnosida Hazratimizni tanishgandan keyin kelib so'raganlar ham ko'p bo'ldi. Ingliz tilida kitoblari bormi? Hatto arab tilida kitoblarini tezroq tarjima qilib taqdim qilinglar. Bu olimni fikrlari bilan biz tanishaylik, ilmlardan manfaat olaylik degan talablar yog'ilib ketdi. Inshaalloh mana oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz bu narsalarni. Hazratimizni meroslari nafaqat o'zbek tilida, balki boshqa tillarda ham xizmatini qilib kerakli joyga yetib boradi degan katta umidimiz bor.